Farida Afroz ustozimiz kelganliklaridan keyin bu yangi davr boshlandi ayollar ijodida. Rahbarimga telefon qilib Zulfiya mukofotini olibman deganimda, ular Zulfiya opam o'libdi deb eshitganlarda telefon orqali. Ushbu ko'rsatuvni ko'rganimdan keyin menda ham orzu paydo bo'ldiki, shu mukofotga men ham topshirsaydim, men ham olsaydim degan umidlar paydo bo'lgan. Endi bu aytmoqchimanki, butun ijodimni maqsadi mukofotni olish bo'lmagan, lekin bu qaysidir ma'noda turtki berganda, o'sha Ohangaron kelini Zulfiya mukofotini oldi. Davlatimiz rahbarini ko'zlariga qarab turibmanda, bu insonni har doim ham ko'rib, har doim ham ularni qo'llarini ushlash bizga nasib qilmaydi, to'g'rimi? Ular ko'zlarimga qarab ota-onangizga rahmat deb qo'ying degan gapni aytdilar. Va mana o'sha mukofotni olgan bir qizni jinoyat sodir etgan paytida bilindida, mana Qo'ychirchiqdan kelibsan, chirchiq degan so'zni ma'nosi nima deb savol berishgan menga. Qarang, qiziq. Men bir yosh qiz bo'lganman, o'shanda litseyda o'qirdim. O'shanda mana shu savolni bilmaganim uchun o'zimdan uyalib, izlanib topganman. Yangi O'zbekistonda adolat bor ekan dedilar. Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga o'zbek qizlarini, O'zbekistonning qizlarini, yoshlarini qiziqishi juda ham baland. Buni sababi Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olgan qizlarni doim sahnada bo'lishi, ularni e'tiborda bo'lishi, ular bilan intervyular olishi, ularni o'sha televideniya orqali ko'proq ko'rsatilishi sabab bo'lgan deb o'ylayman. Maktabda 9-sinflarda o'qib yurganimda 2012-yilda Toshkent viloyatidan Sitora Toshmatova degan opamiz ushbu mukofotga sovrindor bo'lganlarida ular haqida ko'rsatuv olingan. Bu O'zbekiston kanalida efirga ketgan. Ushbu ko'rsatuvni ko'rganimdan keyin menda ham orzu paydo bo'ldiki, shu mukofotga men ham topshirsaydim, men ham olsaydim degan umidlar paydo bo'lgan. O'zi 7-8-sinflarimdan she'rlarimni qoralab yurardim, yozardim, ustozlarimga ko'rsatardim va qaysidir ma'noda shu mukofotga bo'lgan intilish ham sabab bo'lgan. Chunki inson bir mukofotga erishar ekan, mukofot mayli, lekin ungacha bo'lgan yo'lda o'sadi, rivojlanadi-da. Endi bu aytmoqchimanki, butun ijodimni maqsadi mukofotni olish bo'lmagan, lekin bu qaysidir ma'noda turtki berganda, o'sha Sitora opani uyiga borib, o'sha jurnalistlar undan intervyu olgani, uni bobolari, buvilari gapirgani, ota-onalari gapirgani, o'sha qiz bilan faxrlanganini ko'rib, mana shu faxrga ota-onamni erishtirishim kerak degan bir maqsadlar bo'lgan. Maktabda o'qib yurganimda, litseyda o'qib yurganimda yoki bakalavrda o'qiyotganimda ham mukofotga olish uchun hujjatlarimni topshirganman. Afsuski, erisha olmaganman. Yangi ma'muriyat paytida, o'sha yangi O'zbekiston deb aytilgan bir paytda 2022-yilda adabiyot yo'nalishida Zulfiya mukofotiga loyiq ko'rilib oldim. Mana shu nuqtada aytmoqchimanki sizga, agar insonga nimadir berilmayotgan bo'lsa va unga erisha olmayotgan bo'lsa, bunda albatta xayr bo'ladi-da. Qarangki, 22-yilda mukofotni olganimda men magistraturada o'qiyotgandim. Bir katta tashkilotda, vazirlikda, matbuot xizmatida ishlardim. Oilali edim, farzandim bor edi. Bu mukofotim nafaqat menga va ota-onamga, men tushgan kelin bo'lib tushgan yangi oilaga, masalan, Toshkent viloyatining Ohangaron tumaniga kelin bo'lganman. Butun ohangaronliklar xursand bo'lgan va o'zlarini gazetalari bor. Mana shu gazetada Ohangaron kelini Zulfiya mukofotini oldi sarlavhali maqolalar chop etib, rasmlarim bilan berishganda, butun endi qayin yurtimga, qaynona, qaynotalarim, ularning oilalariga ham bu xursandchilik, faxr bergan, kichik bo'lsa ham. O'zimning ota-onamga, ish joyimga, Milliy universitet bizni qizimiz deb aytadi yoki bo'lmasam Toshkent davlat o'zbek tili va universiteti ham bizni qizimiz Zulfiya mukofotini oldi deb faxrlandi. Meni ish joyim sobiq bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasida matbuot kotibi edim. Butun ishxonam xursand bo'lib, men kabi o'zlari mukofotni olganday xursand bo'lishganda. Aytmoqchimanki, siz nimagadir erishmayotgan bo'lsangiz, demak u o'zini xayrli bir davrini kutib turgan bo'ladi-da. Mana shu mukofot bilan kichik hayratlar bilan, havaslar bilan yaqinlarimga, mahallamga, ota-onamga, ish joyimga yoki bo'lmasam turmush o'rtog'imning oilasi yaqinlariga bu narsa quvonch berganda tushundimki, demak men mukofotni 2022-yilda xayrli bir paytda oldim. Va ungacha bo'lgan jarayonda 3 marta topshirib ololmaganimga men xursand bo'ldim faqat. Chunki menga xayrli paytda nasib qildi mukofotda. Mukofotni qo'lga kiritganimda dadamning birinchi aytgan gapi shu bo'ldiki, yangi O'zbekistonda adolat bor ekan dedilarda. Bu shunchaki bir minbardan aytilgan baland parvoz gap emas.
Dadam shunchaki oddiy oila davrasida bu gapni aytdi-da. Dadam balandparvoz shiorlarga ishonadigan yoki bo'lmasam bir zamonasoz inson emas, lekin chin dildan qalbdan shu gapni aytdilarki, yangi O'zbekistonda adolat bor ekan dedilar. Yana bir qolip stereotip borki, bu mukofotni olgan qizlar bir umr mukammal qolishi kerak, bir umr qolipda qolishi kerak degan noto'g'ri bir stereotip bor. Buni o'sha mukofotni olgan bir qizni jinoyat sodir etgan paytida bilindi-da. Insonlar tosh otib, mana shu qizga mukofot berilibdi, bu jinoyat qildi. Mukofot o'sha mukofotni olgungacha bo'lgan jarayon uchun, ijodi uchun, faoliyati uchun beriladimi? Demak, uni keyingi jarayonlari uchun mukofot bir pasport yoki bo'lmasam bir hech qachon bu ramkadan chiqmaydi degan hujjatni bera olmaydi. Va mana shu insonmiz va xato qilishga moyilligimiz bor. Yana bir narsani aytmoqchimanki, Zulfiya mukofotiga erishish jarayonida, erishishgacha bo'lgan yo'lda juda ham ko'plab do'stlar orttirasiz. Yoki bo'lmasam har safar suhbatlarga kirar ekansiz, katta insonlar bilan, xalq shoirlari, xalq yozuvchilari bilan yoki bo'lmasam jamiyatning eng oldi insonlari bilan suhbatlar jarayonida pishasizda. Keyin qaysi tashkilotga borsangiz eshigini taqillatib bemalol gaplasha olasiz. Siz katta insonlarning suhbatidan o'tdingiz, ularning savollariga javob berdingiz. Mana shu yo'llardagi hayajonlar yoki bo'lmasam qo'rquvlar yengilib ketadi. O'zidan o'zi o'zingizga ishonch paydo bo'ladi. Siz axir mukofotga 4-marta erishib oldingiz. Siz 4 marta komissiyani oldiga kirdingiz, ularning savollariga javob berdingiz. Komissiyaga kirishimda bo'lgan savollarni eslayman-da. Mana Quychirchiqdan kelibsan, chirchiq degan so'zni ma'nosi nima deb savol berishgan menga. Qarang, qiziq. Men bir yosh qiz bo'lganman, o'shanda litseyda o'qirdim. O'shanda mana shu savolni bilmaganim uchun o'zimdan uyalib, izlanib topganman. O'sha chirchiq, chor 4 degani chiq suv degani, ya'ni 4 ta irmoqni birlashib Chirchiq daryosini hosil qilishi haqida o'qiganman. Ya'ni bu kichkina bir narsa bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin bu kabi misollar ko'p. Ya'ni mukofotni olish uchun yoki bo'lmasam qizlarimiz qancha kitoblarni varaqlaydi, ya'ni yangi bilimlar o'zlariga oladi. Bu mukofotga qachondir erishmasligi mumkin, lekin bu yo'llarda ular pishadi, o'sadi, unadi-da. Zulfiya mukofotini bugungacha 101 qiz olgan adabiyot yo'nalishida. Mana shu adabiyot yo'nalishida olgan qizlarni birinchi hisobot yig'ilishi o'tkazildi 2025-yilda o'tgan yili. Mana shu qizlarning 30 tasi faol ijod jarayonida ekan. Mana ko'pchilik aytadi-ya, Zulfiya mukofot sovrindorlari yo'q bo'lib qolishdi. Qani ular? O'sha qumga singib ketgan suv kabi ular yo'q, topolmaymiz deb e'tirozlar bildirishadi. Lekin aslida unday emas. Mukofotni qo'lga kiritgan har bitta qiz jarayonda. Ular masalan har doim ham sahnada bo'lavermasligi mumkin, lekin haqiqiy qahramon ko'zdan sal chetroq degan satr mana shu joyga to'g'ri keladi. Ular o'zlarini ishida sidqidildan vazifasini bajarayotganliklarini guvohi bo'ldim. Ya'ni ular bilan qayta uchrashib, har birini faoliyati haqida to'xtalib, ular qayerdadir dars berishyapti, qaysidir korxona tashkilotda oldi bo'lib ishlashyapti. Ular har doim ham sahnada bo'la olmasligi mumkin. Chunki birinchi ma'muriyat paytida bu mukofot 22 yoshgacha bo'lgan qizlarga berilgan. Va 22 yoshgacha mukofotni olgan qizlar tabiiyki oila qurgan, farzandlari bilan o'ralashib qolgan. Mana shu oddiy farzand tarbiyasida bo'lgan zulfiyachi qizlar ham aslida buyuk bir ishni, buyuk bir vazifani bajarayotganligini tushunishimiz kerak. Va ular oz fursatdan keyin yana jamiyatga qo'shilib, yana jamiyatga o'zini foydasini tegdirishga albatta hissa qo'shishiga ishonaman-da. Mana shu 101 qiz yig'ilganda har bittamizni ijodimizni so'rab, faoliyatimizni so'rab, nima to'sqinliklarga duch kelyapsan deb mana shu yozuvchilar uyushmasi tomonidan Farida Afroz ustozimiz kelganliklaridan keyin bu yangi davr boshlandi ayollar ijodida. Har bittamizni chaqirib, so'rab, kitoblarimizni chop etib, mana mushoira etadi davom degan zulfiyachi qizlarni kitobi chop etildi uyushma tomonidan. Mana shu kitobga mani she'rlarimni ham kiritishibdi. Chang'arami haqida Ahtam devona degan she'rlarim kiritilibdi. Yana bir marta ko'rdim, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindorlarini she'rlari kiribdi. Bundan faqat xursand bo'lishimiz kerak. Chunki ularni barchasi ham sahnada bo'lmasa ham, diqqat markazida bo'lmasa ham, lekin o'zini yo'nalishida, o'zini joyida, o'ziga xos ravishda faoliyatini olib boryapti va jamiyatimizga, adabiyotimizga, ta'lim tizimiga yoki xizmat qilishyapti deb ishonaman-da. Keling Kumush opa, hozir shu joyda bir narsa men uchun juda ham qiziq. O'sha mukofotni olgan vaqtingizni eslaylik-da. 2022-yil bahorning ilk kunlari o'sha sizni o'sha tadbirga chaqirishganida
qanday taassurotlar bo'lgan va olish jarayonida qanday holatlar, qanday taassurotlar bo'lgan eshiting, shu taassurotlar bilan o'rtoqlashing. Rahmat. 2022-yilda hali ham o'sha Covid pandemiyasini o'sha asoratlari bor payt edi. Komissiya bizni o'zimizni ko'rmagan, ya'ni oxirgi respublika bosqichi onlayn tarzda bo'lgan. Biz faqatgina hujjatlarimizni taqdim qilganmiz va mukofotni javobini kutish payti qolgan. Kutganman, 1-marta asosan e'lon qilinar ekan, 1-marta ham chaqirishmadi, 2-marta ham chaqirishmadi, 3-marta ham chaqirishmadi. O'sha paytda aytdimki, matbuot xizmatida ishlardim. Toshkent viloyatining olis Bo'ka tumanida bir kichkinagina ayolni tikuvchilik sexini tasvirga olish jarayonida edik. Ya'ni mukofotdan umidimni uzgan, kayfiyatim yo'q, menga berishmadi, adolat yo'q deb o'sha jarayonda, ish jarayonida edim. Kechki soat 4-5larida o'sha jamoamiz bilan endi ishxonaga qaytamiz deb turganimizda qo'ng'iroq bo'lib qoldi Toshkent viloyati hokimiyatidan. Ertaga palon soatda palon joyga borasan, mukofotni olding deyishdi. O'zimga o'zim ishonmayman. Xuddiki bir tush bo'layotgandek. Chunki umidimni kesgandim. Ya'ni oldindan tayyorgarliklar bo'lishi kerak, Zulfiya mukofotiga kiyimlar tiktirilishi kerak, sahnaga chiqishlar mashq qilinishi kerak. Mani chaqirishmadi deb umidimni uzgan bir paytimda qo'ng'iroq qilib, mukofotni olganimni aytishdi. Bu juda ham quvonarli holat bo'lgan. Nimalarni his qildingiz shu paytda? Ishxonamizda Zulfiya ismli opa bor. Huquqshunos, yurist bo'lib ishlaydilar va rahbarimga telefon qilib Zulfiya mukofotini olibman deganimda, ular Zulfiya opam o'libdi deb eshitganlarda telefon orqali. Keyin tushunmadim, nima bo'ldi deb ozgina yuraklari og'rib qolishi ham mumkin bo'lganda, shunaqa tasodifni qarang, Zulfiyani olibman deganimni Zulfiya opa o'libdi deb eshitganlarda, Alloh asrasin. Keyin bu mukofot haqidagi gapni eshitib, boyagi qo'rquvdan keyin yana ham xursand bo'lib ketganda, hech kimni ishxonadan uyga kuzatmasdan kumushni kutib turamizda, butun ishxonam yig'ilib, kutib olib, meni tabriklashganda juda ham hayajonli bo'lgan. Turmush o'rtog'imga telefon qilib aytganman, ular ham sevingan. Onamga lekin borib yuzma-yuz aytishni xohlaganman. Telefon orqali emas, chunki yana bir narsani aytib o'tishim kerakda. Men magistraturada o'qirdim, ham davlat tashkilotida ishlardim, ham ijod qilardim. Mana shu imkoniyatni menga yaratish uchun onam 1 yil davomida ishdan ketib, akademik ta'til olib, kichkinagina farzandimga, birinchi farzandimga qarab turganlarda va onam aytganki, 1 yil ishga bormaganimga, o'quvchilarimni ko'rmaganimga, hamkasblarimdan uzilib qolganimga roziman. Ya'ni mana shu mukofotni olding va yuzimni yorug' qilding deb aytganlarda, 2022-yilda onalar ham taklif etilganda, mana shu davlatimiz rahbaridan tashakkurnoma olganlar. Mana onam maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Mana shu prezidentdan olingan tashakkurnomani o'sha sinflariga, maktablariga osib qo'yganlar. Onam uchun ham bu katta faxrda. Keyingi yillarda Zulfiyachi qizlarning onalari ishtirok etmadi. Ya'ni Xudoyim shunaqa sevgan bandasi ekanman, ya'ni onam ham mana shu e'zozlarni ko'rishga sazovor bo'ldi-da. O'zbekiston adabiyot va san'ati degan gazeta bo'lardi o'sha paytda, hozir nomi o'zgargan. E'zozlar, ardoqlar uchun tashakkur nomi bilan Zulfiya o'sha butun gazeta nomidan o'sha tabriklangan maqolalar chiqqan. O'sha paytdagi kayfiyat, eyforiyani tasvirlab ham bera olmayman so'zlar bilan-da. O'sha sahnada ism familiyangiz, otangizning ismlari jarang sochganda odamdan nimalardir o'tib ketadi-yu. Nimalar o'tgan sizdan? Mukofotni olishga chaqirildik va davlatimiz rahbarining ko'zlariga qarab turibman-da. Bu insonni har doim ham ko'rib, har doim ham ularning qo'llarini ushlash bizga nasib qilmaydi, to'g'rimi? Ular ko'zlarimga qarab ota-onangizga rahmat deb qo'ying degan gapni aytdilar-da. Va mana shu og'izlardan chiqqan 2 og'iz gap ota-onamni menga ketkizgan vaqtlari, nima desa bo'ladi, investitsiya qilganliklari farzandiga, ta'limiga, bu hammasini oqladi deb o'ylayman mana shu nuqtada. Endi mukofotni oldingiz. Mukofotni olganingizdan keyin sizga qanday eshiklar ochildi? O'rinli savol. Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olgungacha bo'lgan jarayonda ham ijodkorsiz, sahnalarga chiqasiz, televideniyada intervyular berasiz, kitoblaringiz chiqadi. Lekin Zulfiyani olganingizdan keyin yangi bir davr boshlanadi-da. Siz qayerga bormay, bu o'sha davlat rahbari bilan ko'rishgan qiz.
davlat rahbarining yonida turgan qiz, uni qo'lini ushlagan qiz, ya'ni ko'ksimizga mukofotni ya'ni davlat rahbarimizni o'zlari taqqani juda ham katta ishonch berar ekanda. Sizni kitob chiqarganingiz, she'r juda ham zo'r yozganingiz, buni insonlarning hammasi ham tushunavermaydi, lekin ular Zulfiya mukofoti degan narsani eslab qoladi va biladi. Ya'ni ular sizga ishonch bilan qaraydi-da. Ko'pgina tashkilotlarga borganimda, ish jarayonimda, o'qish jarayonimda yangi eshiklar, insonlar o'zini bag'rini ochganini ko'rdim-da. Bundan keyin men O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyatiga ishga bordim va suhbat jarayonida hech ikkilanmasdan meni ishga olishdi. Ya'ni mukofot albatta ijodkorga kuch beradi. Chunki unga davlat ishonibdimi, unga davlat rahbari ishonibdimi, demak boshqa insonlar ham, tashkilot rahbarlari ham ishonadi. Ya'ni ishonchini qozonish osonroq kechadi deb o'ylayman-da. Mana shu Zulfiya mukofotini olganingizdan keyin nimalarni o'zgartirishingizga to'g'ri keldi? Mana aytyapsiz o'zingiz, o'sha mukofot insonga shu mas'uliyat yuklaydi deyapsiz. Mukofotni olish jarayonida bilasiz, butun respublikadan 28 ta qizlar keladi-da. Har bittasi bilan o'sha 3 kun davomida gaplashib, ular bilan fikr almashib ko'p narsa oldim-da. Ba'zilarining qo'lida 6 oylik chaqaloqlari bor. O'sha beshiklar bilan chaqaloqlarini ko'tarib kelganda, men magistraturani bitirsam bo'ldi, davomli ishlayman, ya'ni ilmiy faoliyatni davom ettirmayman degan fikr bor edi-da. Lekin mana shu Zulfiyachi qizlarning ko'pchiligi doktoranturada o'qishi, o'sha PhD uchun harakat qilayotganligi, faqat ijodiy faoliyat bilan cheklanib qolmasdan ilmiy yo'ldan ham ketayotganligini ko'rib, o'zimga maqsad qildimki, men albatta doktoranturaga kiraman va PhD yoqlayman va bu qo'limdan keladi degan narsani o'zim uchun bilib oldim. Chunki ular ham ijod qilyapti, ular ham farzand katta qilyapti, ular ham davlat tashkilotida ishlayapti, lekin ilm uchun o'zini vaqtidan ajratyapti deb o'zimga kichik bir motivatsiya oldim va yaqinda Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida Matnazar Abdulhakim she'riyatida an'ana va o'ziga xoslik mavzusida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga ega bo'ldim va ishimni muvaffaqiyatli 100% himoya qildim. Mana shu ilmiy yo'nalishga kirishim va PhD himoya qilishimga mana shu 28 ta qiz ichidagi ilmiy yo'nalishda ketayotgan qizlarni o'rnak, namuna bo'lganligi ham sabab deb o'ylayman. Tushunarli. Sizdan bir she'r eshitaylik endi. Mana shu kitobga kirgan bir she'rdan aytib bersam, Ahtam Devona haqida. Ahtam devonaning didiga qoyil. Devona mashrabdan g'azal o'qiydi. Kuni xu tollarning tagida o'tar, tolning chivig'idan savat to'qiydi. Eski choponini egniga ilib, ko'chadan o'tadi qilib xirgoyi. Bilmam, yolg'izligi sabab bo'libmi, qishloqdan nom oldi, jinni, savdoyi. Hamma yaxshi tanir Ahtamqul cholni, Ahtam devonani hamma taniydi. Suv keltirib bersa qanday yaxshi-ya, o'tinlarni yorib bersa qaniydi. 30 yil haydagan traktoriga mehri tushib qolgan bo'lsa kerak-ov, g'ildirak loyini silab yig'ladi. Hujjatlarni so'rab kelganda birov, tanishi yo'qmikin borib aytgani, nega yum yig'lar kirib shu yoshga? Ahtam devonaning, Ahtam jinnining tanishi yo'q edi Xudodan boshqa. Rahmat. Tilardimki, har bitta ijodkor qiz Xudodan boshqa tanishi bo'lmasdan Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga erishsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.